Assalomu alaykum hurmatli jinols qatnashchilari. Bugungi jinolisimiz Taksi Pobeda haqida bo'ladi. Yozib o'tsam. 5 apreldan 6 mayga дейін Taksi Pobeda o'zining ajoyib aksiyasini jariyaladi. Bir kunda 7 marta Taksi Pobeda xizmetidan foydalansangiz, mana shashlikni uyingizga olib ketsangiz bo'ladi. Kechirasiz, sonda men kuniga mana 7 marta men almay qoldim. 4 marta, 5 marta minib qoldim. Sonda bizga shashlik yo'q pa? Bor. Agar bir oyning ichida 60 marta Taksi Pobeda xizmetidan foydalansangiz, o'sha shashlikni olib ketsangiz bo'ladi. Olma kesbettin o. Ha kunu 7 marta minsi. Ha 7 marta minnemenin palinson bo'ladi. Ha onun shashligin bersi. Al. Suvun bersi. Al. Nanin bersi. Sausun bersi. Dep shashligin bersi, suvun bersi, nanin bersi. O bo'ladi uni yaxshi. Және qo'shimcha har minganingizga 1000 so'mdan bonus sizlarga beradi. Taksi Pobeda xizmetidan bir kunning ichida 7 marta foydalaning. Kavkazskiy domikdan shashlik o'tib oling. Такси Победа.